Jannat makoni yurtimizning unumdor tuprog'i va tadbirkorlikka yaratilayotgan qulay sharoitlar yilning 4 faslida ham yuqori navli qulupnaylarni barqaror yetishtirish imkonini bermoqda. Bizning korxonamiz Premium Agro Plus korxonasi 2019-yilda asos solingan. Asosiy yetishtiradigan mahsulotimiz bu qulupnay. Issiqxonamizga Amerika, Koreya va Gollandiyadan keltirilgan 250 mingga yaqin ko'chat ekilgan. Rejalarimiz bo'yicha ekilgan 250 mingta ko'chatdan 100 tonna atrofida hosil olishni mo'ljallaganmiz. Issiqxonamiz VT korxonasiga qarashli avtomatlashgan tizim bilan ta'minlangan. Unda sug'orish, isitish, sovutish hammasi avtomatlashtirilgan. Issiqxonamizda doimiy 30 kishi atrofida xodimlar faoliyat olib boradi. Mavsumga yaqinlashganimizda va mavsum paytida 2 baravar, 3 baravar oshadi. 2019-yildan boshlab tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boramiz. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bizga valyutada olingan kreditimizning ustamasini yarmini, ya'ni 50% ni yopishda o'zini yordamini bergan. Kelgusidagi rejalarimizda issiqxonamiz maydonini yanada kengaytirish, o'zimizda sovutish apparatlarini o'rnatish, mahsulotlarimizni chet elga eksport qilish va albatta bu ishlarda rejalashtirishda va bularni amalga oshirishda tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlik qilishni reja qilganmiz. Shunday sharoitlar borki, biz tadbirkorlik faoliyatimizni yanada kuchaytiramiz, yanada rivojlantiramiz va qolaversa ishsiz bo'lgan, bandligi yo'q bo'lgan aholini bandlik bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Raqamlarga murojaat etadigan bo'lsak, 2025-yilda Toshkent viloyatida tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan 2000 dan ziyod loyihalarga 263 milliard so'm miqdorida moliyaviy yordamlar ko'rsatildi. Bu albatta hududda tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim omil bo'ldi. Kompaniya kelgusida ham bu yo'nalishdagi ishlarni izchil davom ettiradi.